Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz mavzusi Gollivudning mashhur aktyori Christian Bale haqida bo'ladi. Kanalda boshladik. Ba'zi aktyorlar rol o'ynaydi, lekin ba'zilari rol uchun yashaydi. Bugun sizga kino olamidagi eng fidoyi aktyorlardan biri Christian Bale haqida gapirib beraman. Christian Bale 1974-yilda Angliyada tug'ilgan. U juda yoshligidan aktyorlikka kirib keladi. Ko'pchilik uni Empire of the Sun filmi orqali taniy boshlagan. Ammo haqiqiy mashhurlik unga American Psycho filmi orqali keladi. Bu yerda u sovuqqon boy va psixopat yigit rolini mukammal ijro etadi. Tomoshabinlar uning iste'dodiga hayratda qoladi. Christian Bale boshqa aktyorlardan bir jihati bilan ajralib turadi. U rol uchun o'z tanasini keskin o'zgartiradi. Masalan, The Machinist filmida u haddan tashqari ozib ketadi. Keyin esa Batman Begins uchun yana kuchli jismoniy holatga qaytadi. Bu darajadagi fidoyilik juda ham kam uchraydi. U nafaqat rol o'ynaydi, u o'sha odamga aylanadi. Ko'pchilik uchun u haqiqiy Batman. The Dark Knight trilogiyasidagi roli uni kino tarixiga muhrlab qo'ydi. Uning jiddiy qorong'i Batman obrazi hali ham muxlislar orasidagi eng sevimlilardan biri. Christian Bale The Fighter filmi uchun Oscar mukofotini qo'lga kiritgan. Bu uning mehnati va iste'dodining yana bir isboti. Christian Bale bu shunchaki aktyor emas, u har bir roli uchun o'zini qayta yaratgan san'atkordir. Sizga qaysi rol ko'proq yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun katta rahmat.